Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 10 ayning 3 kuni shanba. Sizlarga yana bir qism uchurlarni yetkazib qo'yay deb chiqdim. Tungi juma kuni chiqamay qoldim. Biroz aldirashib ketib. Shunga bugun chiqishim apu qilinglar. Xalqaro xabarlar ichida eng chong xabar hammamiz ehtimol amalan bildinglar. Dunyodagi o'xshamagan yerlerdeki Uyghur cemaatiniki hemisi 1 oktyabr günü Xitay hakimiyetiyle karşı namayiş yapmadı. Dünyadaki pek köp yerlerde oldu. Bu yıl misli görülmegen derecede bulup mu arkadaşlı devletlerde yapılan namayişlerin hemisi burunga okşamaydıgan bir külemde elip verildi. Bu birinci cihetin. İkinci cihetin bu yıl başka milletler niki qo'shilish bilan ilib berildi bu namoyish. Masalan, Hong Kongliklar, Tayvanliklar, Mo'ng'ullar degandek Los Angelesda bo'ldi namoyish. Men bu yerga qatnashdim. Ehtimol uni rasmlarni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bu yil endi o'xshamaydigan bir xil ahvol. Washington DC'dagi Uyg'urlar nihoyatda esli ish qildi. Bular shu lagerga solangan Uyg'urlarniki ahvolini qaytadan o'shada yasab chiqib ko'rsatdi o'shada. Bir yüzdek Uyg'urlar o'xshash kiyinib, lagerdagidek ko'k kiyimlarni kiyib, hatto ba'zilar saqchi bo'lib, qo'lga ishkal silingan Uyg'urlarni tutib turgan o'sha ko'rinishlar bilan nihoyatda bir esli ishni qildi bu yil. Bu hammamiz xush bo'lsak bir ish. Endi Xitoy uchun 1 oktyabr bir bayram kuni, biz uchun bir motam kuni. Bo'libmi bu yil burunga o'xshamaydigan darajada bir motam kuni bo'lyotdi. Bu haqda men hozir to'xtalaman. Ikkinchi cho'ng xabar tunugun Donald Trumpniki Xitoy virusi bilan yuqmaganligi e'lon qilindi. Bu butun dunyoda cho'ng xabar bo'lib ketdi. Amaliyotda payshanba kuni kechlarda chiqib ekan bu xabar. Shuning bilan paychak bozori monaydi cho'ng ziyon uchirdi tunugun bog'lar tushib ketdi. Aştaqla bir çoğun xabar ketdi. Bu dünyanın xili vahimiga saldı. Biz Uyg'urlarni vahimiga saldı endi. Nimishqa deganda, shu Xitoyga taqobil turishda Amerika va Donald Trumpdek davlat va odam chiqib boqmagan burun. Shunga Donald Trumpniki prezident bo'lib turishi Uyg'urlarning bir cho'ng ta'liti bu. Shunga buningdagi qanday bo'lib ketadi degan andishi bor nurg'unlarimizda. Mendim shu bugungi xabarlarga biroz diqqat qildim. Donald Trumpniki burungi normal salomatligi intayin yaxshi ekan. Amerikada 20 mingdan qadam o'lib ketdi, 21 minglardan oshib ketdi. O'lib ketganlarning soni. O'lib ketganlarning ko'pinchisi birisi yashi cho'ng. Donald Trumpning yashi kichik emas, endi 74 yoshdan oshdi hozir. Yashi cho'ng, andan keyin u bu burun uzumida kasallar bor odamlar, masalan, shakar kasali, kolesterol, qandaychilik kesili, yurak kesili degandek kesili bor odamlar. O'lkaklardan ichida shunaqa ko'p son ekan. Donald Trumpning bu jihatga salomatligi yaxshi ekan. Bugun Donald Trumpniki doktorining deyishicha, hozir qadar Donald Trump intayin yaxshi turyotdi deydi. Keyingi 2 kun 48 soat intayin muhim ekan Donald Trump uchun. Endi hozir amalan nihoyatda tez asliga kelishi mumkin degan farazlarni o'tirib qo'yotdi. Donald Trump'niki bir davlat bexatarligi maslahatchisi bor, O'Brien degan. Men bu kishini o'rgatgandim hozir so'zlagan. U kishimi bo'pti ekan bu kasal 2 haftaga qolmay saqay ketibdi. Ammo u kishi yosh endi 40 yoshga deyman farazimcha. Donald Trump yoshi cho'ng, lekin maslahatga tez saqay ketadigan ishlar bo'pti Amerikada. Boshqa boshqa ko'p kishilar hozir Donald Trumpdan ansirash yo'q deb jo'naydi. Bizmi boshqa bo'ladi degan umidda tutsak bo'ladi deb o'ylayman endi. Bu haftadagi 3-chi cho'ng xabar 29-sida Donald Trump bilan Biden o'rtasida elib berilgan prezidentlik munozara. Buni ehtimol nurg'unlarni ko'rdinglar. Men ko'rdim naq maydonda shu kunisi boshdan oxir ko'rib keyingi analizlarni angladim. Bundan narsalarni ko'rib baxmagan nurg'un kishilar bu qatimki bu ahvoldan biroz umidsizlandi deb o'ylayman.
Bulupmu iki Amerika prezident bulumuz degan iki adamniki kichik bolalardek sahnada urushib gap tortib olib degandek. Bu gap tortib olishi hayron qoldirgan bo'lishi mumkin. Menga Amerikaga kelganda 32 yildan oshdi hozir. Men nurg'un bunday munozaralarni ko'rdim. Ashta bo'lg'achqa endi burunqilaridagi qarasak, bu Donald Trump prezidentlikka saylanman deb chiqqandan keyingi ahvolga qaraganda sal yaxshiroq. Lekin bunday ahvollar to'xtab qolgani yo'q. Bu yerda bir siyosat bor, siyosat ilmi bor. Nurun kishi tushunmaydigan. Bu nima bu desanglar, burunqi shu Cumhuriyet Partiyasidan chiqqan nomzodlar mana musobaqa qatnashgan chog'da noiti axloqliq mo'sifat qittika bu ishni qisi nima bo'ldi ekan desanglar, bu savolni navbatlashib so'raydi. Muhakkakten Donald Trump'dan so'raydi, kim qatim Biden'dan so'raydi. Biden so'ragan vaqtida Biden so'rab qolganiga Donald Trump javob berdi. Donald Trump'dan oldida so'ragan chog'da Donald Trump so'rab qolgan ekan, Biden unga inkas qaytirdi mana mang'udi. Burun bu ishga nima ekan desanglar, keyin so'zlagan kishi oldida so'rab qolgan kishiga nurg'un tuhmatlarni chopib bitib, andan keyin oldida so'rab qolgan kishiniki bu tuhmatlarga raddiya berish fursati bo'lmagan. Ashta boshqa bulaşta planlab turib, qasdan ashta o'zining kelanma tema, yangi tema ütüb ketgan vaqtda ashta eski gaplarni devilib, tuhmat chaplaydigan bo'lib, qarlaydigan gaplarni devilib, jumhuriyatchilar biroz ziyon ketgan ekan burun. Shunga hozir endi agar diqqat qilsanglar, munozirada agar qilinayotgan gap davlatniki siyosat haqida, buniki siyosat plan narsalar haqida bo'lsa, unda olisha olmaydi ekan. Lekin agar masalan Biden Donald Trump'ga hujum qilsa, Donald Trump uni gapini bilib o'tib o'zini qo'g'daydi ekan endi. Ko'pincha ahvollarda mana shunday ahvol bo'ldi deb analizlar shu narsani o'tirib qo'ydi. Chunki bu siyosat ilmidagi bir qism ishlar ekan, biz to'liq tushunib olmaymiz. Ashta boshqa bu xil ahvollarga bak ko'nglimiz yerim bo'lib ketishiga hojat yo'q. Endi odamniki mijozi da bir putulik bo'ldi. Donald Trump nayta jahil, andikin haqqi futuratmaydigan mijozi va adam. Ashta bo'g'aliq uchun Xitoyga taqabul tura oladi. Agar bak mo'sifat yumshoq adam bo'lgan bo'lsa, Xitoyga taqabul tura olmaydi. Shunga biz Xitoy bo'lgan siyosatda Donald Trumpniki nayta jahil qattiqqo'llik bo'lishini umid qilib, bunday munozaraga kelgan chog'da mo'sifat nahvosib ekan, yugash o'sib ekan desak, uni u amalga oshmaydigan ish endi. Shunga bu bir butunlikniki bir parchasi, men bu ishlarga pek vaqt ketmadim. Endi bu qitimki shu munozirdan biz bilishdik yana bir ish nima desak, Uyg'urlarchidan kim shu munozir bo'lib qolsa, nurg'ularimizning ko'ngli yerim bo'lib ketadi. Ashtahim cho'payla qilamdi, ashtahim urishamdi, ziyoli bo'lsa, cho'ng ziyollar bo'lsa da. Cho'ng ziyol emas, dunyoniki xo'jasi bo'lgan Amerikaning prezidentini tilashayotgan ishga odam mana so'qishidi ekan. Shunga bu ishlar hayotda bo'lib turdi. Yolg'iz Amerikada emas, boshqa davlatlarniki saylovlar haqida, mana prezidentlik saylovlari haqida bo'lgan ilib berilgan munozirani ko'rsam o'sha ahvolni ko'rsizlar. Shunga bu qandaqdir kishilar hurmat qilgan yuqori o'rindagi kishilarniki o'zaro munozirlashib so'qishishi bu yolg'iz uyg'urlar xos narsa emas. Shunga uyg'urlarchidagi ishlar qonchida opla deb ketmasak ham bo'ladi. Ammo u yaxshi emas, lekin men demoqchi o'g'lim ortiqcha umidsizlikka qoladigan ahvollardan saqlanish kerak. Endi bu haftadagi 4-chi cho'ng xabar va o'tgan haftada nimaniki Virginia shtatidan Jennifer Wexton degan bir xonim o'tirib qo'ygan, ama uyg'urlar munosabatli bir qonun loyihasining gapini degandim. U qonun loyihasiniki ikki cho'ng mazmuni bor. Uning birisi shu Amerikaga Xitoydan mahsulot import qiladigan va Amerikaniki paychak bozorga solingan shu shirkatlar Xitoydan mahsulot akasa, uning chuqur manbasini oshkorlash kerak. Bu nima deyishgan? Xitoydagi qaysi shirkatda, qayerlik shirkatda? Ya'ni bu shirkatlar mushtaq majburiy emgak kuchlarini ishlatgan ahvol bormi, yo'qmi? Uyg'ur qul ishchilarini ishlatgan ahvol bormi, yo'qmi? Mushtaq hammasini oshkorlash kerak degan qonun. Yani bir mazmuni uniki mushtaq Uyg'urlarniki kishilik huquqini dafsar qilgan ishlar bilan shug'ullangan
odamlarni jazolash degan mazmuni bor. Bu qonun loyihasi o'tgan hafta Avam palatasidan o'tdi, tasdiqlab o'tdi. Nihoyat tez bo'ldi. Oldin qatisi yana bir qonun o'tgan, bu hafta ma qonun o'tdi. Bu qatim qissaliqi bilat tashlash ahvoli o'tgangidek undaq cho'ng farqlar bo'lmabdi. Bu qatim 253 adam qo'llabdi, 163 adam qarshi turibdi. Shundaqmi bu qonun loyihasi tasdiqlanibdi. Avam palatasiga tasdiqlanib, hozir buni endi Kengash palatasiga yo'llabdi bu qonun loyihasini. Bu biz uchun bir xush xabar. Uyg'urlar uchun chiqqan 3-chi qonun bo'lib hisoblanadi bu yil. 5-chi cho'ng xabar shu Avam palatasi ichidagi Cumhuriyet partiyasining a'zolari. Shu nima parlament a'zolaridan Avam palatasidagi parlament a'zolarining ichidagi Cumhuriyet partiyasiga tava kishilar bir Xitoyga qaratilgan bir alayda bir guruh tashkillab, bu guruhga uzun muddat shu tadqiqot tashvish ilib berib yurib, Xitoy haqida bir nihoyat kuchli Amerikaning tarixida manch ko'rib boqmagan bir diktatorlar chiqibdi. Buningda jami 83 bayqalgan ahvoldan 83'ini tizibdi. Ondan keyin buningdagi Amerika qanday qilish kerak degan tadbirdan 430 ni o'tirib qo'yibdi. Umuman biz burun ochimiz anlatib o'tgan shu bir qancha yil ichida Amerika hukumati ichida Xitoyni tushunish ahvolida intayin zo'r ilgirlashlar bo'ldi. Mana shuning davomi bu qatim bir universal holda Xitoy Amerikadan qanday foydalandi, qanday qonunsiz ishlar bilan shug'ullandi, uni qanday qilish kerak degan bir kuchli doklad o'tirib chiqaribdi. Shu bilan birlikda hozir endi xalqaroda shu Xitoyni davlat atlab jinoiy ish bilan shug'ullangan jinoyatchi organ Xitoy Kompartiyasini davlat atlab jinoiy ishlar bilan shug'ullangan bir jinoiy organ deb atash kerak degan narsalar o'tirib chiqdi hozir. İşte bu başka dünya en ahir küzünlük etişki karab gidiyordu. Biz bunu biliyorduk burundan tabi. Hazır dünya ama bunu bilişki başladı dedi. Şuna bunu bizni hoş kıldık ahvalla. Endi vataniki yakında boğan yine bir çoğun iş babını ötken haftadan sonra işittik. Xitay bir Şinjan jığını da bir jığın açtı Beijing'de. Jığın içip Xi Jinping Cumhurbaşkanı Şinjan qaratgan siyosati yaxshi, to'g'ri, uni uzun muddat davomlashtirish kerak degan narsani o'tirib qo'ydi. Bu biz uchun bir cho'ng zarba mana shu qanchada. Nimishqa deganda hozir shu yaqinqi natijalarida Uyg'urlar va boshqa nurg'un o'rinlar tirishib xalqaroda bir Xitoyga qarshi bir besim paydo qilgan. Endi ma gap nimadan darak berdi desanglar, bu besim qargamidi degan gap endi. Xitoy bizniki qilganimiz to'g'ri, Şinjan'da qilganimiz to'g'ri, buniki davomlashtiramiz degan narsani jakalbatdi. Undan boshqa yaqinda o'tirib chiqqan yana bir qancha cho'ng ishlar bor, sonlar bor. Buni o'tgandimda dedim, yana bir takrorlab qo'yishim kerak buni. Birisi Xitoylar yaqinda e'lon qilgan bir aqtashliq maqolada, dokladda 2014-yildan 2019-yilning oxirigacha 8 milyon Uygurlarni tarbiyaladik dedi. Bularniki tarbiyalab bolduq dedi. Bunun ma'nosi 8 milyondek Uygurni sulab bolduq degan gap bu. Men buni yishib, Xitoyning bu gapini Twitterga aytdi. Tafsil yozib qo'ydim. Bu Uygurlar Xitoylar maktabda otib olgan jazo lageriga kirdi, ammo hech kim chiqmadi. U jazo lageridan turmalarga, lekin ishkirdagi qulishchi zavodlarga ve bizim vatandagi qulishchi zavodlarga opirildi. Bir qismi hozirmi lagerdagi odamlarning soni ancha ozlig'ini yo'q. Undan boshqa yana yangidan lager turmalar qurilyotdi. Bunga yaqinda ko'p isbotlar chiqdi bu vaqtda. Bularni askartdim inglizcha amaliyot falashindaq. Endi bu yerdagi bir narsa Xitoyniki 8 milyon Uyg'urlarning sulg'anligini o'zining e'tirof qilishi bu yerdagi muhim masala. Ikkinchisi yaqinda shu Xitoydagi bir manbadan menga hozircha materiallar kelgan. Xitoyniki Uyg'urlarni
qulchilikqa aldıganlığı haqidagi e'lonlari. Bu e'lonni Şinjan hökumətiniki vakalatçısı çıxarğan bu torbatlarda xələ var ekan. Baidu'ga kirib izləsənglar çıxır ekan. Mən onu Twitter'da xələ təşviq qıldım. Ularniki sani 2020 yılı bir yıl içinde 4 milyon Uygur'unu Xitayga ötken ekan. Quluş chiqilib. Bu san bək çoğ. Xitaylar özləri e'lon qilgan nüfus sanını bo'yicha qarasak, bu odamlarning 3dan 1 qismi degan gap endi. 12 milyon adamdaki 3'ten 1 kısmı 4 milyon buladı. Eğer bir yılın içinde başka ötkürülü olsa, Uygurlar kandak olmakçı, Şarkı Türkistan'da Uygurlar. Şarkı Türkistan'da Uygurlar kalandı, kalmadı. Diyen mesele var bir yerde. Biz bölümümüz nayeti çoğun külemde öldürüp atıdı. Nayeti çoğun külemde sulu etti. Endi çoğun külemde ötkürülü öldürüp de bulanı. Aşağı kılıp ahırda Şarkı Türkistan'da Uygurlar kalandı, kalmadı diyen bir mesele var. Şuna bunu ben intan güçlük derecede yazdım. Twitter'ga Xitayçasını, İngilizcesini yazıp biraz təşviq qıldım. Onunki ünümün ayet yaxşı oldu. Meniki bu vaxtda çıxarğan nəsəmni 1100'den köp adam taqatdı. Andaki ayeti köp sandaki xələ ornu var, qərbdəki xələ ornu var kişilər inkas qaytıdı bununğa. Bulub mu Xitay'niki bu qıvatqa işlərinin həqiqətən bir hazır 21. əsrdəki qulluq işi işgərligini anandaki Xitay'nın qıvatqanı bir ırqi qırğınçı işgərligini oturup qoyduğan inkaslardım o. Nati köpləri düşdü hazır. Andakin mən bilan ayrım alaqlaşqanlar xəli köp hazır. Mən hər həftədə bir qancha mühim yerlər bilan kişilər bilan ayrım sözləşiyatman. Bəzilərə videoluq, bəzilərə telefonda lamkin muxbirlar bilan hazır yana toxtamay mənə hər həftədə yenidən alaqlaşıyatıdı. Mənim qolumda şu Xitaydan kelgan materiallar var. Ular şunu aynan vətib qılyapman. Andakin Baidu qilib o'zingni tekshirib boqinglar. O'zimni tekshirib boqdim. Bir qism narsalar chiqadi ekan. Shunga bu narsalarni mustaqil tashkil qilib qo'ydim. Unumi bilan bo'lyapti, lekin balki ichinchi ahvol bu yil bir yilning ichida 4 million Uyg'urlarniki ishga kiritilganligi. Andakin 4-chi cho'ng narsa Xi Jinpingniki mushqatimda Xinjiang yig'inida so'zlaganda qilgan bir gapi, biz Xinjiangda 10 million odamni yangi uyga ko'chirdik dedi. Bu degeni nima ekanligini biz bilamiz. Uyg'urlarni an'anaviy uylaridan chiqarib etib, ko'chirib etib, an'anaviy uylarning hammani chaqib etib bordi bular. Men o'tgan haftada dedim G'o'ljida 3 Uyg'ur mahallasidagi Uyg'urlarni ko'chirib, hozir uylarini chaqayotganligini. Men buni mushfiz tashviq qilib qo'ydim inglizcha. Yangi uyga ko'chirdik degan gap 10 million Uyg'urlarniki an'anaviy uylari chaqildi degan gap bu. Ana yana bir cho'ng savol bor bu yerda. Bu 10 milyon Uyg'urlar ko'chirilib nakatdi degan. Nima ish qilsanglar, viloyat, noya, burungi Go'ngsha degandek o'sha shaharlardagi Uyg'urlar yo'qolib ketdi. O'sha uy chiqilgan Uyg'urlarning ko'pincha yo'qolib ketdi. O'sha boshqa bular nakatdi degan bir cho'ng savol bor. Buning tagiga to'liq yetib olmadim men. Endi bu 4 cho'ng narsaga qo'shilib yana bir narsa chiqdi. Bir ingliz maqola chiqdi, necha kunning oldida. Tibetdan suv o'tkab, Tibet 2 daryo bor ekan. Daryoning ismini deb qo'ydim men. Brahmaputra deydi birisinin ismini, yana birisini Indus deydi. Indus degan daryo. Bu 2 daryo Tibetdan boshlanib, Hindistonga, Pokistonga, anikin Bangladeshga oqadi ekandik burun. Hozir ham Xitoylar buni to'sib, bu suvni bizim vatanga mang'uzib bu suvni bizim vatanni Xitoyning Kaliforniyasiga aylantiramiz degan planni o'rtaga chiqarib turibdi. Bizim vatanning havosi bilan Kaliforniyaning havosi intayin o'xshaydi. Kaliforniya butun dunyoniki bir cho'ng ochliq, yemish, sakyotat bazasi. Bakchiq narsa chiqdi, mana yezilik mahsulotlardan. Dunyoniki nurg'un yerlarini ta'minlaydi shu Kaliforniyadan chiqqan ochliq, sakyotat, yemish bilan. Şuna Xitoy hozir Tibetning suyini Shaq Turkistonga yo'tkab, bu yerdagi ashadiy gapni desanglar, ash suvni agar Xinjiangga olib borsak, Xinjiangga 200 milliondan ko'p odam, Xinjiang 200 milliondan ko'p odamni boqolaydi deydi. Hozir endi bizim farzimizcha Uyg'urlarning nüfusi 20 milliondan ko'p. Hozir Xitoylar mana tadbirlarni qo'llanayotdi. Qo'llanib bizim vatandagi Uyg'urlarni qo'ymay bu yerda bu yerga 200 milliondan ko'p Xitoyga kelib, bizim vatanni Xitoyniki Kaliforniyasiga aylantirish
hozir Xitoyniki cho'ng plani mushunday qiladi. Hozir bu har qaysi jihatdagi ifodalari mush bir narsani isbotlayotdi. Bu biz uchun bir yo'qotish darajadagi cho'ng fojia. Ashta boshqa men yaqinda ko'rishayotgan yerlarniki hammasiga bu gaplarni tafsil tushuntiryapman. Mush ahvollarni hammasini. Amerikada bir aql amrida ishlagan kishi bor ekan, Amerika hukumatiga maslahat cho'p ishlaydigan. U odam bilan mushto'liq tafsil paralashdim. U odam mushto'liq izlanib ekan, men o'zim topgan butun Xitoy manbalarini o'rgatib berdim u kishiga. Kirib boqqanda. Ishqilib Xitoyniki hozir plani mana shunday cho'ng. Ashta boshqa bizni ansirtidi, hammamizni ansirtidi. Menimi shundoq. Shunga bu ishlar bu bo'g'ishlik bir cho'ng o'zgarish bo'lishi kerak. Agar o'zgarish bo'lmasa, bizdagi ahvolimiz yana pek nacharlikqa qarab mengyotidi. Meniki eng cho'ng umid qilgan o'zgarish Xitoy hokimiyatining ag'dirilishi. Hozir bu jihatdagi farazlar bek ko'p. Xitoy bu yil yoki kelajak yil ag'dirilishi mumkin Xitoy hukumati deydigan. Ash bir ish bo'lib qolsa, Xudoyim bursa biz bu baloyatlardan qutulamiz. Agar ashtaq bir ish bo'lmasa, bizniki hozir biz yuzlangan taqdir intayin nachar. Hozir meniki ko'rayotgan ahvollarim mana shundaq. Endi shu yaqinda Xitoy ochgan Xinjiang yig'ini degan yig'in to'g'riliq bir necha yig'izga qilib bu qandaqdir yolg'iz shu bizniki vatandagi ahvollar qartlagan yig'in emas. Texi yaqinda esinglarda bor Xi Jinping Yevropa birligi bilan bir videolik yig'in ochdi. Bu qitimki Yevropadan so'z chiqqanlarniki o'rtaq aloyiligi hammasi oshkor holda Uyg'urlarni tilga olib, Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosiy xato to'xtatish kerak. Ondan keyin BDTning bir mustaqil tashrish umidini berib, ashadagi ahvollarni ko'rishiga yo'l qo'yish kerak degan narsani o'tirib qo'ydi. Yevropa birligidagi odamlar. Oshkorlam. Burun buni oshkor o'tirib qo'ymay ekandik. Ozroq spy gaplar bilan yoki ular chapan kaydirib deydi ekandik. Biz pek oshkor debdi. Endi shu vaqtda Xi Jinping so'zlagan chog'da Xi Jinpingning intayin oshkor javob qaytardi Yevropadagilarga. O nima desanglar? Biz g'arbniki kishilik huquq o'qitishlarga ehtiyojimiz yo'q bizniki. Shunga sizlar o'zinglarniki odamlardan xabar olinglar, biz o'zimizning odamlardan xabar olmaymiz. Deb oshkorlar umum da'vat qiladi. Bizga kishilik huquq o'qitish lozim emas. Biz o'zimizni ishimizni o'zimiz bitirib qolaymiz, sizlar o'zinglarniki xalqdan xabar olinglar deb. U ashada qaytib kelib mojig'ini ochdi. Hozir yaqinqi cho'ng o'zgarishlarga qaraydigan bo'lsanglar, Amerikada Uyg'ur kishilik huquqi haqida bir qonun loyihasi rasmiy qonun bo'lib bo'ldi. Hozir yana ikki qonun loyihasi Avam palatasidan o'tib bo'ldi. Hozir Kengash palatasiga bordi bu. Ondan keyin Amerika hukumati jazolaydigan Xitoy davlat rahbarlari, Xitoyniki Xinjiang kompartiyasidagi rahbarlar, Bingtonniki rahbarlar degandek jazolaydiganlarning tizimligi, ondan keyin shirkatlar, Xitoyniki bizim vatanda qurib olgan shirkatlarniki tizimligi bilan hamma e'lon qildi. Jazolaydiganlarni ashta qildi. Bu qatim Yevropa deki eller Amerikaga pek kuchli bu jihatdan ochiq oshkor oldida Xitoyni to'xtashga, Uyg'urlarga qaratgan sizni to'xtashga chaqirib boshqa gaplarni deyishga boshladi. Ashun bilan hozir Xitoy hukumati ichida yuqori darajadagi amaldorlar ichida ko'p ig'ir darajada tavrash bor. O'tgan maslaga bir qatim dedim, Urumchidan Xitoylarga ishga qaytayotganlari. Bu mülkü yo'q, odamlarniki hammasiniki qaytayotganligini dedim. O bizga ahvol qaçmaqanlarımı masalan Xinjiang qonunu tartib hammasiniki Amerikada g'arbda intan ko'p pulusi bor bularniki. Bakchaq pulusi bor. Hozir mush bo'yicha mansa ashlarniki pulusini tartib uchraydi. Ularning xutun ballari bor chet elda, ularni tartib uchraydi. Chiqib Xitoy hozir bir ig'ir taqdirga qarab yuzlandi bularmi? Ashlar bo'lgani uchun yuqori darajadagi Xitoy rahbarlari ichida cho'ng tavrash bor. Bu qitimqi Xinjiang yig'ini mudahil ishlagan yig'in emas. Bu yig'inda Xi Jinping yine qaytadan hemen uşunu bölüşken bizim hiç narsamiz o'zgarmaydi, burug'ida ketavermaymiz. Hamxiyal qilishma, qochmandimi? Biz burug'ida hammaymiz. Bu qadar gapida shu kadrlar qo'shini haqidagi gapni intayin kuchlar o'tirib qo'yildi. Masalan, Xinjiangdagi kadrlar qo'shiniki muqimlikni kafolat qilish kerak. Shu osonlik bilan kadrlarni yurakli ishlatish kerak deb aytdi. Bu yerda shu
Xitayla bağlanmay yoki Xitayla qish ketib, kam qilgan o'rinlarga osonlikla kadrlarni saqlasalam bo'ldi degandek gaplarni qilishi mumkin. Aslida bu hammasi bog'langan. Bu Xinjiang yig'ini degan yig'in undaq bir muqim muddatga ichilgan yig'in emas ekan. 2010 yili bir qatam ichilibdi ekan. Bu chog'da Xi Jinping taxtga chiqmagan. 2014 yili bir qatam ichilibdi. Xi Jinping 2013 yili taxtga chiqdi. Ondan keyin bu yil bir qatam ichildi. Bu muddatga ichilgan yig'in emas. Faqat hozirgi vaziyatning qisqishi bilan Xi Jinping bu yig'inni ichib, birsi xalqaroga jakalab qo'ydi. Bizning qotqashimiz to'g'ri. Biz yanmaymiz yo'limizdan deb. Ikkinchisi Xitoyniki yuqori darajadagi rahbarlarga bu signal berib qo'ydi. Hamxana qilishma, biz buni qilib ketaveramiz deb. Shunga bu yig'inning arqunsa shu. Shu Xitoyniki yaqinki Uyg'urlarni ishga o'tkazish to'g'risidagi ilonni bilan birlashtirib men ba'zi videolarni chiqarib qo'ygan. Bir videoga necha videoni kirishtirib qo'shib chiqarib qo'ygan. O video bugun qarab baksam 35.300 qatamdan ko'p ko'rilibdi. Twitter'da qo'shib qoldim. Andan keyin aytaman degandek, shu Uyg'urlarni 4 million Uyg'urni ishga o'tkazamiz degan shu e'lon andan keyin bizda ko'p Uyg'urlar bor qo'limizda, Uyg'ur ishchilar bor, osonlar ta'minlaymiz. Bir qatimda 1000 odamdan 50,000 odamgacha bo'lsa bo'ladi. Ularning yoshi 16 yoshdan 40 yoshga kerak. Odamlarni o'zini tanlasan bo'ladi. Faqat qizlarni ham olamiz desanglar umum bo'ladi. Qizlarimiz chiroyli, o'g'illarimiz qovul degan gaplar bor. Hatta boshqa bir yerki qizlarimiz chiroyli degan gap xalqaroning xalqini tatdi. Bu agar zavod ishchi oldiga chiqib qolsa, ularga chirining chiroyligining munosabati bor. Bu qandaqdir shu Uyg'ur qizlarini shu badanini sotadigan ahvol silishdan direkt bir g'ashmonda bu ishda bir qism inkoslar yozildi. Kishilarniki taqin tatgan bir yerim shu, bu mazmun 1100 qatimdan ko'p tarqatildi boshqa tarafidan. Hozir mening qo'limda nazar uçurlar bor, unda taxmin Twitterga chiqarib olmadim. Hozir Xitoylarniki shu Xitoydagi WeChat narsalarda Uyg'ur qizlarini sotadigan uqtirishlar chiqib turibdi. Men birisini ko'rdim. Barsi bizda Uyg'ur qizi bor, alamsan bu deb chiqaribdi desa, qancha pul desa 50,000 so'm debdimi yo 10,000 so'm debdimi, o'sha baho qo'yibdi. Telefon nomerlari bor ularning. Menda shtaq mazmunlar bor. Bularni chiqarib olmadim. Endi hammamizning xabarda bor, Xitoylar internetni qattiq kontrol qiladi. Nurg'un narsalarni chiqib bo'lishini 3-4 cheklab ashlab qo'yadi. Lekin ma Uyg'ur savdosi haqidagi mazmunlar nihoyatda erkin tarqalib turibdi. Shu telefondagi applarda. Bu bir endi bizniki millatga kelgan chog'da Xitoy hukumatiniki pozitsiyasi nima bo'lyapti degan narsani tushuntirib turdi bu. Men bularni davomli Twitterga chiqarmoqchi, muxbirlarga bermoqchi, chiqilmish ahvollar bor. Agar Baidu'dan izlasanglar, bunday uchurlar ko'p chiqadi ekan hozir. Xitoycha. Albatta men degandek, bizniki taqdirimizda bir cho'ng o'zgarish, yaxshi o'zgarish bo'lishdagi bir ehtimollik Xitoy hokimiyatining ag'darilishi. Menimcha bu ehtimollik eng cho'ng hozir. Ikkinchisi Amerika bilan Xitoyning urushib qilishiga, urushib qolsa, chuqur Amerika bizniki vatanga odam evatib bizni qo'g'daydi deb o'ylayman men. Urush vaqtida o'chada Amerika Xitoyga askar kirgizsin bo'laverdi endi. O bir ehtimollik bor. Endi lekin men dastlabdan tortib bu Uyg'ur masalasini hal qilishda mana xalqaro apparatdan foydalanib Sharq Turkistonga o'mak evatib, mustaqil o'mak evatib tekshirish va shu yerda kuzatib turish bir chorasi bor deb keldim buni. Lekin buniki ehtimolligi cho'ng emas. Nimishqa deganda BDTni Xitoy setib oldi hozir. Shunga Xitoyniki sababidan BDTda Uyg'urlarga foydali bir ishni vujudga chiqaradigan holat emas hozir. Yaqinda bir Hindistonlarniki gazetida, ingliz gazetida Times of India deydi. Hindiston davr gazetiga shunga bir maqola chiqdi. Maqola chiqib, bu maqolada ikki narsani o'tirib qo'ydi. Uniki birisi xalqaro jamoat Sharq Turkistonga
aştaq bir etret evetip Uygurlarni qoğduş kerak. Andan keyin Xitoyni BDT'ning daimiy komitetidan, Security Council'dan qo'l o'tish kerak. 5 kishilik konsuldan, 5 davlatlik konsuldan qo'l o'tish kerak. Xitoy hukumatiniki kishilik huquq jihati qilayotgan ishlari dunyo bo'yicha nacharlikda birinchi tursa, nimishqa ular shu yerda turdi degan narsa o'tirib qo'ydi. Bu to'g'ri gap. To'g'ri gap asqlashtish, lekin hozir darhol qilolmaydi buni. Lekin ma gaplarni o'tirib chiqishi bu bir yangilik endi. Men buni uzun bu yan deb kelgan, ammo qatim buni kezdi ko'rib xush oldum. Lekin shu maqolada deyilishicha BDT'ninki yana bir nimasi bor ekan. Bir qonunda bir narsa bor ekan. Trusteeship Council deydi. İşte degan bir konsili bor ekan bularniki. Shuni jonlantirib, shu orqali Uyg'ur, Tibetliklar va Mo'ng'ullarni qo'g'dash kerak deydi. BDT'dan mushu joylarga atrat o'tib, mushu konsilniki ostida bu millatlarni qo'g'dash kerak deydi. Bu eng unumdirgan ish, agar bo'lib qolsa. Xabarlarda bor, burun Kosovo'da bo'lgan, Iroqda bo'lgan BDT'niki atratlar berib, shu odamlarni qo'g'daydigan ishlar bo'lgan. Uyg'urlarga ashta ish bo'lgan bo'lsa, hozirgi butun shu bizga bo'layotgan cho'ng ziyonlarni to'xtatib bo'ldi. Shunday bir ish bo'lmay turib, Xitoylar bizim vatanda yürüyüşten siyasetini to'xtatmaydi. Bu qatam Xi Jinping jak aladi buni. Shuni buni aytib qo'ydim. Endi vatandaqida yana buni uchurlar bor. Bir uchur shu 9-oyda Urumchidagi idora o'rinlarniki 10-oylik mashinani bir oy baldir taqdim etdi bularga. Taqdim etib, andan keyin yeydigan narsa tayyorlanlar deb ishga jihatdan shuni uqtiribdi. Shunga 9-oyda kishilar 2 oydan maaşını olibdi. Buning sababini tasdiq qilolmaydi. Endi shu yeydigan yemeklarni tayyorlab olsin deb ashta qildimi, nima ashta qildi qilolmaydi. Lekin bu bir ish bo'ldi yaqinda Urumchida. Andan keyin yana bir ish Nansanni bilsizlar, janubiy tog' Urumchiniki janubiy tarafda 30 kilometr qilgan yerdagi. Şu tağlığın işiga yana nurg'un shu karantin qilingan odamlarni saqlaydigan uylar yasab, shunga nurg'un odamlarni yig'ibdi. Urumchidagi shu yuqumlanib saqaydi degan odamlarning hammasi shu yerga olib ketibdi. Yuqumlanib saqaydi degan odamlarni. Ondan keyin janubdan shimoldanmi uyg'urlarni tutib akib shu yerga sulabdi. Ba'zilar shu etiz ishlayotgan dehqonlardanmi etiz berib tutib aketgan mumkin. Uçunu aldım ben. Aştaq bir narsa quribdi bu yerga. Meniki bunga bergan, bu vaqtga farzim bu odam tajribasi qildigan o'rin deb o'ylayman men. Butun odam tajribasi qildigan. Buniki shu hozirgi vaksina ishlab chiqarish ishlari bilan munosabat bo'lishi mumkin, boshqa ishlar bo'lishi mumkin. Buni Nansanga olib qilishga sabab shu odamlar ishga borolmaydigan ashtarahiyada qilaylik deb qildimiki deb o'yladim men. Mushtaq bir ish bu atıda hazır. Urumchidagi yuqumlanib saqaydi degan odamlarning hammasini shu olib boribdi. Andan keyin yana bir uchur xabarlarda bor 3-doktorxona, Xinjiang Universitetining qishida 3-doktorxona degan doktorxona bor. Bu doktorxonada 3 qavatlik binodan 4 bor ekan. Bu 3 bino, bir bino doktorxona ekan hozirmi. Qolgan 3-ni lagerga aylantiribdi. Bu alayda lager ekan, u yerga nurg'un Uyg'urlarni sulib olibdi. Yoshlarni 20 yoshlik. Bir odam bir uyda turdi ekan, qip yalang'och deydi. Qip yalang'och qilib, har qism ishlarni bo'ldi ekan u yerda. Lekin shu doktorlik tajribalari. Mening farzimcha bu muhabbati men degan shu odam tajriba qiladigan o'rinniki bir qismi bo'pti deb tushundim men. U yerdan bir 20 yoshlik bir bola chiqib ekan, nasab kirib keyin chiqib ekan, u ro'yi kasal olib chiqibdi. Ro'yi kasal olib chiqib, otalarini zodi ish qilolmay, endi shu doktorxonaga olib kelgan o'xshaydi. 20 yoshlik bola deydi. Ani kechasi uxlab qo'ymay bularni, chiroqlarni yondirib qo'yib, so'zga qo'ymay, ani keyin har kuni majbur dori yegizib, ashtaq ishlarni qildiribdi. Shuna bu mush uchur keldi. Bu torlağım çıkıptı anca bu yerden gördüm.
Yana bir g'alati ish, shu yaqinqi bir hafta ichida bo'lgan ish. Urumchidagi ba'zi masjidlarni ichib, Uyg'urlarni o'shaga kirib namoz o'qinglar majbur qiltiribdi. Bu ehtimol endi hozir xalqaradan berib tekshiramiz deb aytib biz islatdi Xitoylarga. Xitoylarmi kasalni mayli deb ashla dedi. Ashla bo'lg'achqa ashlarniki kuzning quyosh uchun oldin Alloh tayyorlayotgandek qildi. Yaqin ashlar bo'ldi. Yeni bir uçur çıktı yakında. Şinjan Turmu Başkuruş İdaresi deydi. O 300 adam alımızda. Demek bula 300 bir idare 300 adam aldı degen gap. Başkuruş İdaresi 300 adam aldı degen gap. O Turmu'nunki dairesine ait kim degen gap. Şu an Turmu'larınki yine yeniden sınırlı vatkallığı, kingi vatkallığı dedi. Kırvağlı buldu bu işte. Müşteri bir uçur çıktı. Endi bu chetdagi ahvollardan bir nechini deb qo'yay. Uyg'urlar degan tor jurnalininki 13 soni chiqdi. Buni o'qimaganlar o'qib qolinglar. Buni tordan tushirib olsanglar bo'ladi. Meniki WhatsApp kirsanglar yoki Uyg'ur Project Fondiniki tor betiga kirsanglar, o'sha ulanishlar bor. PDF jurnal, mazmuni nihoyatda mo'l, jiq narsalarni bilaysang o'qisanglar. Undan boshqa shu jurnalni chiqarayotgan ukalar maxsus jurnal uchun bir torbeti yasabdi. Uyg'ur yar torbet nasmi? Uyguryol.com. Uyguryol.com degan torbetni yasabdi. Men bu vaqtda Facebook'a chiqarib qo'ydim, mazmunni chiqarib qo'ydim. Shuni ko'rsanglar bo'ladi. Anadan bir Twitter hisobimni ochibdi. Uniki belgisi O harfi, anadan Uyg'urlar. Uy deganni UI deb yozibdi. UI emas, UI deb yozibdi. Uyg'urlar deb Uyg'urlarda. Uyg'ur jurnali degan ism bilan. Şuna bunun az Twitter hesabım var, torbet hesabım var. Andalaki jurnal oşmaya gayrini insanlar jurnalga. Bu torbette de makaleler kategoriya boyunca koyulgan endi. Quslan jurnalniki har bir sonda nurg'un mazmunlar bor. 10dak sahifa bor. Hamda torbetiga har bir kategoriyaning maqolalarini jurnalning soni bo'yicha emas, shu mazmun bo'yicha tizib unda chiqarib turibdi. Shunga ayrı maqolani o'qiyman deganlar torbetni o'qiy olar ekansizlar. Bu vaqtda Facebookda men mazmunlarni chiqarib qo'ydim, shuni ko'rib adresini topasanglar bo'ladi. Shu bu ishlarni qilgan inlarimizga men chin ko'ngildan rahmat aytaman. Undan boshqa nima shu Avstraliyadagi singlimiz Parizat G'ayrat va yana boshqa bir qism ini singlarimiz bor. Bular bir qism yaxshi asarlarni tanlab o'qib, ovozli ijod qilib, hem YouTube videosu qilib degandek to'rlarga, Facebooklarga chiqarib keldi. Biz bu ularni u yerda qalaymagan chechilib yurmasin deb Uyg'ur Project Fondidan odam o'rlashtirib, uni bir yerga yig'ib qo'ydik. Uni podcastda angladi. Hozir telefonlarda asosan podcast degan app bor. Özellikle bu qachilib olsanglar bo'ladi. Shuni qachilab, shu ovozli narsaning hammasini shu yerdan anglay olasizlar. Burun çeşitli şügen içeri çıkıp koyduk. Hazır yerde 636 tane icad poptu. Şunu ünlük paylanırlar. Bunu neslen tapman son şeye basan buldu. Ben bu hafta podcast'ındaki adresine de Facebook'a bir nasıl çıkıp koyayım. Şu yerden bir basan buldu. Andiken çetelde boğan yeni bir çok yaxşı iş. İlham Toxta İnstitutu, İlham Toxta burun Xitayda qurgan Viewers Zayşen degan bir torbeti bordi. Uyg'ur torda degan torbeti. Bu keyin taqilib ketgan. Shu Uyg'ur Ilham To'xta institutidagi bir qancha inlar Amerikadan Abduz Maqsum, andan keyin Nurali, yana boshqa inlar bor. Ashlarniki necha oy qattiq tirishish bilan shu uyg'urbiz.org degan torbetini butunlay asli keltiribdi. Torbetinin ismi hazırma uyg'urbiz.org. Aşpinç asanlı içildi o. Onun da aynı vakitteki mezmunlarının hemisi var ki. Tuğ asli keltirib poptu. Şu an bunu sizlerge dep koyum geldi. Bu işini qilgan qarindoshlarıma men chin ko'ngildan rahmat aytaman. Yana bir ish, nima avlod gruppasi qilayotgan bir ish bor. Uzun muddatdan yoqi qilayotgan, uzun yillar 2012-yillardan boshlab qilayotgan
o nima desalar maqollar ambiri deb bir ambar qurish ishini qilayotgan bular. Bu Pütey debdi. Pütey debdi 11. ayda echatmoqchi buni. Buningda intayin ko'p mazmunlar bor. Vatan burun ayni vaqtda vatanda chiqqan jurnal, gazet, boshqa yerlar e'lon qilgan maqolalar, uyg'urcha maqolalar, ashlarning hammasini ashaga qachilab boshlab qilibdi. Hozirga qadar 15 ming parchadek maqola kirgizilibdi uningga. 15 ming maqola kirgizilibdi. Ondan keyin 80 xildan ortiq jurnal deydi, bir boshqa narsalarni kirgizibdi. Bularniki plani 50 ming yetkazishga biz bu 15 ming maqolani kirgizdigan bir turga Uyghur Project Fondidan yordam qilgan. Biz o'tganda Facebookda iyonni to'plagan 3 proyektga. Uning birisi shuti. Mush ishqa biz $5000 pul yig'dik. Pulni shu vaqtda o'zlarim bergan. Ashlamada maash hozir hayot chiqyotdi. Buning qolgan qismlari bor ekan, keyin vaqt kelgan chog'da yana ular bilan deyishib, yana qanday turlarni qilsak bo'ladi, yana bu vaqtda ish qilamiz. Chiqib mana shu 11-oyda ichilsa, vatandagi burungi jurnallarda e'lon qilingan maqolalarni shu yerdan tep o'qiy olasizlar. Shu bunday qo'yim keldi. Bo'ladi. Bugungi mazmun shunchalik bo'lsin. Ikki qatim ko'rishishcha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.